Siz uyg'onar ekansiz, har xil yo'llarni o'tar ekansiz. Yuragini ochib turuvchi nimadir kerakda. Buni insonlar bera olmaydi, hatto yetmaydi. Buni tabiat beradi. Buni borliq beradi-da. Siz buni ko'ra olishingiz kerak. Men buni ko'ra oldimki, bu yerdaman. Meni ichimda porlayotgan har bir uchqunni bu yerda topardim. Boshqa joyda topa olmasam ham ichimdagi hislarning kengligi shu qadar ko'p fraktallikki, bu yerda hammasini topa oldim. Bir qirrasida buni, bir qirrasida buni, insonlarda, tabiatda. Biz Alanya'ya kelganimiz 3-kun adashmasam. Lekin 3 kundan beri biz o'sha dasturimizni davom ettiryapmiz. Uyg'onish haqida, uyg'onishda qaysi yo'llari borligi haqida, shogirdlik haqida olyapmiz. Lekin baribir bilasizmi, bir narsani bilib qoldim. Uyg'onish haqida qancha ko'p gaplashsak, shuncha kamga o'xshar ekanda. Shunchalar keng mavzumi deyman. Xuddi dengizni million tarafidan kirsa bo'ladi uning ichiga. Har tarafi cheksizlik. Aytmoqchi bo'lganim, oson va yengil yo'l haqida gapirib o'tdingiz. Lekin 3 ta yoki 4 ta yo'l haqida gapirib o'tishingiz mumkin. Hozir yana qaysi yo'l haqida gapirib o'tishingiz mumkin uyg'onishni? Avvalambor inson o'zida qandaydir bir g'ayritabiiy jarayonlar bo'layotganligini his etgan onda, demak meni kerakligim boshlandi deyish mumkin-da. Lekin bu uzoq davom etadigan jarayon. Ya'ni o'zini uyg'onib dunyoni qandaydir jarayonlarni tushunmaslikni boshlagandan keyin nega hayot bunday, nega odamlar bunday savollar boshlanadi-ku insonda. Undan keyin tushuningki, bu jarayon uzoq davom etadi va u joyda sizni yo'lingizni silliq olib ketishi uchun ustoz kerak bo'ladi. Murabbiy kerak bo'ladi. Chunki bu jarayonda kimni yoki nimanidir yaralab qo'ymasligingiz uchun, o'zingizni yaralab qo'ymasligingiz uchun sizni har bir perihodingizda, har bir o'zingizdagi yaratuvchini uyg'otishga bo'lgan yo'lingizda nastavnik kerak bo'ladi. Chunki men shu yo'ldan o'tdim-da. Ya'ni bu umuman nastavniksiz o'tiladigan yo'l emas edi, uyg'onish yo'li. Va tushundimki, masalan, bo'ladi 2 oylik kurs, 3 oylik kurs, 1 oylik kurs deyish mumkin-da. Mana, seni uyg'otaman bo'ldi. Yo'q, uyg'otaman bo'ldi emas. Uyg'ongandan keyin asosiy qism boshlanadi. Va bunaqa paytda bitta ustozi qo'lini mahkam ushlab, farqi yo'q, uyg'ongan istalgan masterni qo'lini ushlash mumkin. Aynan bu soha vakili bo'lish shart emas. Uyg'ongan master demoqchiman-da, soha mutaxassisi boshqa. Misol uchun, u professional coach bo'lishi mumkinmi? Coach bo'ladigan bo'lsa, buni o'rgatuvchi boshqa inson. Uyg'onish bo'yicha umuman boshqa yo'nalish u. Aynan uyg'onish yo'lini bosib o'tgan inson kerak. Uyg'ongan masterni topa olsa, istalgan master bilan bemalol yo'lini davom ettirishi mumkin. Lekin bu saviyaga ko'tarilmagan bo'lsa agar, ustoz uyg'ongan bo'lmasa, boshqa sohaning eng professionali bo'lsin, u yordam bera olmaydi. Eng usta duradgor bo'lishi mumkin, eng usta stilist bo'lishi mumkin-da. Ya'ni stilist ustozi stilist bo'ladi. Ya'ni bu ustozlar haqida umuman gapirmayapman. Uyg'onishni o'zini alohida ustozi bo'ladi va bu uzun jarayonda bu yo'lni yashab o'tgan inson kerak. Chunki bu yerda
hamma narsa yangilanadi. Xuddiki karama postlari archilgani kabi o'zaga chiqadigan jarayonda yoki qiyoslash mumkin g'umbakning kapalakka aylanishi jarayonida bu jarayonda hamma narsa o'zgaradi. Turmush, munosabat, hayot, ish, salomatlik, hamma narsa umuman alt ust bo'lib ketadi. Nega? Chunki hammasi saroblar ustiga qurilganligi uchun. Saroblarni hammasi sizni birin-birin tark etgandan keyin men endi qanday yashayman degan nuqta keladi. Bo'shliq. Haqiqatda qiyin nuqta bu. Mana shu joyda ustoz kerak, aynan bu yo'lni o'tgan ustoz. Bu soha vakili emas. Bu uyg'ongan o'tkazuvchi. Bu kerak bo'ladi. Bu uzun yo'lni birgalikda davom ettirish uchun va uni qo'lni tutish kerak. Qo'yib yubormaslik kerak. Men o'zimda ham shunday. Men buni qanday yetkazib beraman? Men buni qanday qo'llab-quvvatlab davom ettiraman? Shogirdlik loyihasi orqali 2 yillik yo'l orqali davom etaman. Lekin bu undan ham uzoq davom etuvchi yo'l aslida. Lekin asosiy og'ir transformatsiyalarni o'tib, asliga yondashib, saroblarsiz tanlovlar qilishga menimcha yetarli muddat bo'ladi. Shogirdlar nimasiga qarab tanlab olinadi? Shu ham qiziq menga. Ya'niki hamma ham bir barakaga ola olmasligi mumkin, ruhiyat ko'tara olmasligi mumkin deb o'ylayman. Unga qaysi qanaqa ta'sir qiladi deb o'ylayman. Bu narsalar qanday sizni anaqangizga o'tadi? Oldin suhbat orqali tanlab olamiz. Biz shogirdlarning hammasini ola olmaymiz. Suhbatdan o'tadi, so'rayman, nima uchun shogird bo'lmoqchisiz? Sizga nega kerak? Transformatsiyalar uchun javobgarlik ola olasizmi? O'zingizni butunlay menga topshirishga tayyormisiz? Uyg'onishga tayyormisiz? Uyg'onishni javobgarligiga tayyormisiz? Va yana ogohlantiraman, siz istalgan paytda tashlashingiz mumkin, istamasligingiz mumkin, ketishingiz mumkin, butunlay tark etishingiz mumkin hammasini. Bularni hammasini ilk suhbatda, ya'ni konsultatsiyada gaplashib olamizda. Qachonki bunga rozi bo'ladigan bo'lsa olinadi va sanoqli o'quvchilar bilan ishlaymiz-da. Aytaman hamma jihatini va kelinadigan nuqtani ham aytaman albatta. Chunki bu kelinadigan nuqta o'tiladigan yo'lni oldida hech narsa emas. Kelinadigan asliyat, asl munosabatlar, saroblarsiz hayot bu hech narsaga almashtirib bo'lmaydigan narsada. Ba'zan so'rashadi-da mendan, agar senga butunlay salomatligingni qaytarib beriladigan yosh berilsa, bilasiz, tanamda ma'lum bir jarayonlar bor. Yosh berilsa, deylik 18 yoshing qaytarib beriladi desa, istarmiding deydi. Yo'q, men hozirgi ongimni istayman. Bu ongimni 18 yoshimdagi o'yinlarim bilan almashtira olmayman, chunki u boshqa bir davr edi. Bunga qancha mashaqqatlar bilan keldim. Deyish mumkin, aytish mumkin-da, yana shu yo'lni qisqa o'tishing mumkin. Endi bilasan-ku deyish mumkin. Lekin uxlagan insonni uyg'onishi bu juda mashaqqatli yo'l. Yana uxlagan inson qayta uyg'ongisi kelmasligi mumkin, mashaqqatidan qo'rqqanligi uchun. Yechiladigan qavat-qavat maskalar, qavat-qavat kiyimlarni chiqishidan qo'rqqanligi uchun va bular chiqqan paytda o'zak yuzaga kelgan paytda shablonsiz qanaqa yashayman degan so'roqlar ko'paygan paytda qo'rquv uyg'onadi. Chunki siz oldingidek munosabat qila olmaysiz qarshingizdagi insonga. Vaziyat yaraldi. Siz otani shablonini ishlata olmaysiz, onani shablonini ishlata olmaysiz, jamiyatdagi istalgan shablonni ishlata olmaysiz. Ya'ni u qanday qilgan bo'lardi, bu qanday qilgan bo'lardi degan hech qaysi biri ishlamaydi-da. O'tirasizda, hozir demak men yangisini yaratishim kerak. Buni siz yaratasizda.
Yangi javobni siz yaratasiz. Hech qaysi singdirilgan javoblar yo'q endi sizda. Va shu eng murakkab qismi ham shu. Yagona siz va faqat o'zingiz o'tasiz. Boshqa hech kim yo'q. Javob beruvchi ham yo'q, hech kim yo'q. Bu yerda masterning yordami ham kerak emas bo'lgan nuqta. Ya'niki masterning yordami sizni bu nuqtaga olib kelib berish. Sizni ichingizdan javoblarni o'zi xuddi popkornday chiqadigan nuqtaga olib kelib berishda. Yoki yomg'irdan keyin qo'ziqoriningday. Aynan. Yoki nima quyoshli yomg'irdan keyin kamalak chiqqandek-da. Tabiat Kashf qilinish misollari ya'ni ham. bu. Kashf qilinish. Aynan. Siz hamma narsani siz bundan keyin chunki shablonlar yo'q. Siz karami o'zagi bo'lib qoldingiz-da. Bo'ldi, o'zak endi o'ziga yangi kiyimlarni o'zi kiyadi, aslidagi kiyadi. Hech qanday shablonsiz. Bu umuman go'zal. Butunlay go'zal. Sizda mubolag'a yo'q. Balki yo'q, chunki yo'q, oqlash yo'q, qoralash yo'q. Hamma narsani sababi va yaratilishi ham sizda ekanligini bilib turasiz-da. Bu nuqtani umuman almashini bo'lmaydi. Bunga tayyormisan degan savol beraman-da men. Bunga tayyormisan? Bu kerakmi senga o'zi rostdan ham? Ha degan javobdan keyin olaman. Loyihaga-da. Bo'lmasa men Uyg'onadiganlar juda ham ko'pchiligini masalan O'zbekistondagi bu ilmga qiziqqanlar aynan xohlaydigan bo'lsa borib bu haqida ma'lumotlar berib borib bu haqida tushuntirishingiz ham mumkinmi? borib Ha, jonli jonli. jonli bu retreatlarda bo'ladi. Ha. Retreatlarda ishlaymiz, lekin hozir aynan shuning uchun podkast bag'ishlanyapti. Tabiiyki hamma retreat aslida uyg'onishga bag'ishlangan bo'ladi menda. Mavzusi bo'lishi mumkin, galaktik master bo'lishi mumkin. Mavzusini ismi haqiqiy men bo'lishi mumkin. Mavzusini ismi garmoniyadagi hayot bo'lishi mumkin. Lekin ildiz uyg'onish bo'ladi hammasida. Men uyg'otmasam retreat qilmayman. Retreatimda borildimi uyg'onadi inson. Endi bundan keyin aynan ochiq aytmoqchiman. Uyg'onish uchun kelinglar deb. Chunki uyg'ongan insonning qanaqa so'zi bo'lishidan qat'iy nazar transformatsiyalashtiradi. Uni so'zini 7 kun, 14 kun tinglaganingizdan keyin transformatsiyalanmasdan ilojisi yo'q. Nimaiki yechilmagan, anglanmagan, qoldiq qolib ketgan savol bor bo'lsa qalqib yuzaga chiqadi uyg'ongan insonni yonidagi insonda. O'quvchilarimizda qalqib yuzaga chiqadi. Men bilan ishlaganingdan keyin ketasan u bilan. Ya'ni bu master bilan keta olmaysan, men bilan ishlamasdan turib deb o'rtaga chiqadi-da. Jarayon. Biz jarayon deymiz buni. Jarayonga nom bermasdan o'tamiz, kirib ketmasdan o'tamiz, qovrilmasdan o'tamiz deb ogohlantiramiz-da. Kurashmasdan o'tamiz, vaqt beramiz deymizda o'tamiz. Chunki buni bo'lishini bilamiz. Albatta shogirdlik loyihasida ham har Toshkentga borganimda uchrashuvlar bo'ladi va chet davlatlarda bo'ladigan retreatlarda uchrashuvlar bo'ladi. Uchrashuvlarda ularning hamma jarayonlari ko'riladi, gaplashiladi. Undan tashqari har oyda bo'ladigan onlayn uchrashuvlarimiz bor. Har biri bilan alohida ishlanib chiqiladi. Juda chuqur ish ketadi va bundan tashqari ular uyg'otuvchi innovatsion kurslarni mustaqil o'zlashtirib yurishadi. Ya'ni men yetaklab ketdik deb qo'llashlab bermayman. Ular o'zi bilan ishlaydi-da. O'zi bilan ishlaydi. Men ularni kuzatib, qo'llab-quvvatlab, o'tishlariga yo'naltiruv berib, boshqa rakursdan qarash uchun mavzular yaratib, hayotning eng kerakli nuqtalari sog'lik, munosabat, moliya nuqtalariga doir bo'lgan mavzular bilan yana to'ldirib borib, ularning o'tishini yumshoq bo'lishiga
bor kuchimni beramanda. Diqqatimni qarataman. No, aqlim ularda bo'ladi har doim. O'quvchilarimda bo'ladi. U qanaqa o'tyapti ekan? Mana bu loyihani ishlayotganda ustida, ya'ni innovatsion kurslarni aytyapman. Tayyor innovatsion formatdagi onlayn loyihalar bor. Bularni jonli o'tib bo'lmaydi. Chunki o'ta kuchli. Ular bilan innovatsiya ham qilib bo'lmaydi, retreat ham qilib bo'lmaydi. Ular bilan juda ham kuchliligi uchun ularni haftada bir marta yoki haftada 2 marta eshitish kerak. Undan ko'pini eshitib bo'lmaydi. Mana shunaqa darslarni mustaqil o'zlashtirib yurishayotgan bo'ladi-da. Mana undan keyin jarayonlar boshlanadi. Ya'ni maskalarning shilinishi, yechilishi, shaxsiyatning parchalanishi jarayonlari boshlanadi. Siz nimani qo'riqlab yurgan bo'lsangiz, misol uchun qo'riqlanib yurgan bo'lsa sirlar, oldin ushlay olgansiz, madaniyatli insonlar sir saqlashni bilishi kerak deb. Keyin ushlay olmay qolasiz. Tabiiyki ushlay olmaganingizdan keyin insonlarga g'alati tuyulishni boshlaysiz. Sen nima g'alatimisan? Madaniyating yo'qmi? Uyalmaysanmi? Bularni yetishingiz kerak siz. Siz chunki boshqalardan farqli bo'lib qolasiz-da. Boshqalar madaniyatli, siz madaniyatsiz bo'lib qolasiz. Aslida unday emas. Shunchaki siz aslida nima bo'lsa shu bilan harakatlanayotgan bo'lasiz. Keyin bir narsani aytib o'tmoqchiman-da. Buncha uyg'onish haqida ko'p gapirdi, degan kommentariyalarni o'qiy olaman, bunga ishonaman-da sizni. Va ko'ryapmanki 3-4 podkastimiz ketyapti, baribir uyg'onish atrofida biz aylanyapmiz. Va bugun coach ekspertlarim orasida birinchi bo'lib siz aynan mana shu uyg'otuvchilik haqida gap boshladingizda, bundan keyin ko'payib ketishiga ishonaman. Hamma joyda bu so'z ishlatilishi, uyg'onuvchi, uyg'oning yoki shunga o'xshagan narsa ishlatilishi. Qayerdan bunaqa jasorat topdingiz? Ya'ni birinchilardan bor bayroq ko'tarib uyg'oning, ruhiyatingizni uyg'oting degan narsani gapiradi. Menimcha oxirgi o'tgan transformatsiyamdan keyin bu kuch, jasorat keldi. Aytdim-ku, tanamda shunday proses yashadimki, bu prosesni tajriba quyoni bo'lib yashab o'tishni hech kimga ravo ko'rmayman-da. Ya'ni hamma narsani boshqa bir rakursi bor ekanligini, kaliti bor, qiynalish shart emas, yo'lni uzoq yashab o'tish shart emas, buni berish kerak. Rasmenda bu javohir yaraldi, ya'ni bu yaraldi chunki yashab o'tildi. Buni berish kerak. Yo'llarini qisqartirishsin ular. Chunki murabbiy yo'lni qisqartiruvchi hisoblanadi-da. Siz javob qidirmaysiz, u javobni sizga xuddi Yandex kabi gapirib turadi-da. O'ngga yur, chapga yur. Keyin bu ko'cha keladi-da. Anaqa Yandex navigator aytyapman-da. Gapirib turadi. Men bu yo'lni o'tayotgan paytimda men balki 2 oy, 5 oy yo'qotdim-da bu yo'l oxirgi transformatsiyam uchun. Tushundimki, buni berish kerak. Chunki men o'sha o'zimga kerakli javoblar bilan o'zimni tiklab olgunimgacha ko'p vaqt ketdi va men katta qidiruvda bo'ldim. Katta qidiruv va ko'p vaqt yo'qotdim. Tanam uchun qanday yordam berishim kerak? O'zi tanammi jarayoni bu, ongimmi jarayoni? Nima bu? Tushunolmaydigan proses bo'ldi-da. Tushunib bo'lmas proses. Buning uchun meditsinaning umuman yordami bo'lmadi. Ilojsiz bo'lmadi, yordam ham berilmadi. Dori, darmon hech narsa yordam bermadi. Faqat yashab o'tildi. Anglanish, uyg'ongan masterlardan qo'llab-quvvatlovlar olish, korreksiyalar olish, bular orqali mana shuncha vaqtda yig'ildi, javohir yaraldi yoki deyishim mumkin, olmos brilliantga aylandi. Har tomoni yo'nalib-da. U o'rtada bu narsa paydo bo'lib qolsa, ko'rsatuvning o'rtasida o'lurmi ya'ni? Ya, Fatih Bey chechak ko'tardi derim. Deriz. Ha, mayli. Bu ham ketadi baribir menimcha. Va go'zal olur.
Olsun, olsun. Şu kadram qolaversin, Ha, değil mi? xuddi. Olur. Ya, ne güzellik. Bular ikkalasi qayoqqa ketibdingiz mana. Hamma o'zini ishini qilib yotibdi. Hamma o'zini yaratuvchanlik o'rnida. Ya, qiyaman. Nima uchun bermaslik kerak degan narsa tug'ilgani qiziqdi, masalan. O'zi oldinlari bu haqida gapirmadim va bu oxirgi transformatsiyamdan keyin qaror berdim. Nimaga? Oldinlari insonlarga bu qiziqmas degan fikr bor edi. Va tanadagi jarayonlarning hammasi kasallik deb qaralishi kabi baribir qaysidir iqrorliklar bor edi-da. Bu o'tgan jarayonimda hech qanday vrach yordamisiz o'tishimga to'g'ri keldi. Men murojaat qildim albatta vrachlarga. Turkiyada kirmagan joyim qolmadi deyishim mumkin-da. Hamma analizlarimiz toza. Hammasi toza, lekin men tanamda jarayon bor. Va tushunib yetdimki, bu oyning yana bir yuqori darajada переходi ketayotgan edi. Va buni yorib o'tdim. Tushundimki, ko'p narsani boshqa rakursi borki, insonlar bilmaydi va qiynalib o'tyapti. Gormonlar bilan, og'ir dori-darmonlar bilan, amaliyotlar bilan, qiyin tekshiruvlar bilan, davlatlardan vrachlar taklif qilinadi yana. Ya'ni ba'zi bir shunday jarayonlar borki, ongiza darajasiga ko'ra buning yechimi sodda ekanligini ko'rdimki, nega buni aytmay? Yechimlarim bu qadar sodda ekan, nega buni aytmay? Balki menga o'xshab qiynalganlar bordir. O'zini tanasidagi jarayonni kasallik deb o'ylayotganlar bordir. Bu kasallik emas, shunchaki oyning keyingi bosqichga bo'lgan переходi ekanligini, uyg'onishning yana bir keyingi transformatsiyasi ekanligi. Va bu shu qadar shirin jarayon ekanligi, buni natijasida yana neyronlaringiz porlashi, chaqnashi ketayotganini nega aytmay? 3 yil oldin aytmaganim sababi insonlarga qiziqmas, davolansin, dorilar bilan yordam bersin. Hozir ham qarshi emasman bunga. Qilish kerak bo'lsa, lekin hamma uchun emasligini aytmoqchiman buni. Ortiq ba'zi insonlar, ba'zi oyindagilar uchun yechimlar farqli ekanligini aytmoqchiman. Siz qaysi rakursdan qarashingizga ko'ra vaziyatlarning yechimi umuman boshqa joyda. Yetarki siz kengaying va bu javobni o'zingizdan toping. Xuddiki borgan sari tanlang, uzoq yillardan beri siz bilganim uchun bir gap ayta olaymi? Xuddiki tanlagan yo'lingiz yildan yilga murakkablashib ketayotganga o'xshaydi. Lekin dunyoviy kasblarda, dunyoviy yo'llarda, dunyoviy bir sohalarda, ko'p sohalarda borgan sari bu yengillasha borish kerak. Sizda buni teskarisi bo'layotganga o'xshaydi. Aslida dunyoviy bilimlarda ham yengillashi bormaydi. Olimlarni bilasiz-ku. Izlanishlar, ilmiy ishlar mikro darajagacha qilishadi. Faqat buni hamma qilmaydi. Masalan, fizik olimlarni bilasiz, kimik olimlarni bilasiz yoki shifokorlarni bilasiz. Qancha kasalliklarni yig'ib keyin unga yechim topishadi. U shunaqa mayda mikro darajadagi qilinayotgan ishlarni natijasida hozir qaysidir kasallar davo topyapti-da. Xuddi shundoq meni ishim shunaqa ilmiy izlanishning natijasi ketyapti-da. Borgan sari ilmiy izlanishim o'zini boshqa qirrasini, xuddi qaysidir zamonlarda lampochka yaratilgani kabi yoki velosiped yaratilganligi kabida bu jarayon ketyapti. Murakkablashmayapti. Aslida yaratilish ketyapti-da. Biz sham davridan o'tdik-da, lampochka davriga keldik. Endi bilmadim buni hozir nima deb atashimiz mumkin. Masalan, oldin psixoterapevt bo'lgan bo'lsam, undan keyin qalbshunos, ezoterik bo'ldim. Hozir endi umuman progressor master.
va hozir endi o'zimni bugungi kunda umuman nom berolmayman. Nomsiz. Hech kimman deymanda, hech kimlik nuqtasiga keldim. Ertaga nima deyman bilmayman. Shunaqa mayda zargarlik ishi ketyapti. Va buni hamma izlanuvchi o'zini sohasida qilyapti. Nodir darajada. Eng qiyin jarayon uyg'onayotganlar atrofidagilar tushunmasligi bo'lsa kerak. Masalan, siz chet davlatdasiz, masalan, Alaniya uzoq yillardan beri Turkiya davlatidasiz. Boshqa uyg'onish xohlaganlar, o'zida bir shunaqa ruh holatini yengil bo'lishini xohlaganlar atrofidagilarga qanday tushuntirar ekan? Tushunchalar qiyin bo'lsa kerak, masalan, uni bemalol telbaga chiqarib qo'yishini ham bilishim ayta olaman. Aynan. O'shaning uchun ko'pchilik uyg'ongisi kelmaydi. Rost ekaniga uni eng yaqini yoki eng yaqin o'quvchisi uni sotib ketishi mumkin. Bu telba deyishi mumkin yoki yana boshqa nomlar bilan atashi mumkin, sudga berish mumkin, ustidan bir nimalar yozish mumkin, tushunmasdan qilinadi albatta. Bu bizning jarayonimiz va bizning uyg'onishning eng tub-tublariga borayotgan paytimizda beriladigan jarayon. Va biz mana shundan himoyalanganligimizdan yilni uzaytiramiz. Mana shu og'riqdan qiynalganimizda yilni uzaytiramizda. Ke shu og'riqni berma menga, oldin ajdodlarimizga ham berilgan og'riq bu. Shuni eslamaslik uchun qancha harakat qilyapman, berma menga deymizda, ichimizdan-da. Lekin bu og'riq bilan oldin ham yuzlashishga qo'rqilgan bo'ladi. Aynan uyg'onganligi uchun berilgan og'riqqa. Buni ko'p ajdodlarimiz yashashgan. Buyuk insonlar, payg'ambarlar, ulamolar bu yo'lni yashashganda ularga ham og'riq berilgan va o'sha xotira uyg'onadi bizda ham. O'sha xotira uyg'ongan paytda bizga ham eng yaqinlarimizdan nimadir vaziyatlar keladi, tushunishmaydi tabiiyki. Biz og'rishimiz kerak, lekin shu og'riqqa qaramasdan o'tishni o'rganishimiz kerak va o'sha g'umbakni kapalak bo'lib uchishiga yetib borishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin hammasi umuman boshqacha. Uyg'onish yo'lida ustoz kerak, men ham aynan shu yo'ldaman, ustozlar bilanman birgaman dedingiz-ku. Menimcha har qanaqa sohada bir kun kelib ustoz fotiha beradi, shogird esa ustoz tark etadi. Siz qachon tark etasiz? Yo'q, men tark etish niyatim yo'q. Doimiy ustozlarim bilan birga ketish niyatim bor. Hech bunaqasini hech kimga tavsiya qilmayman. Bo'ldi, men yetib keldim nuqtaga va men endi menga ustoz kerak emas degan nuqtani hech kimga taklif qilmayman. To'g'ri, ekilib qolmaysiz ustozga, bog'lanib qolmaysiz, har oningizda murojaat qilmaysiz, har onda xuddi bola kabi dada suv ber, dada non ber degan narsa yo'q bu yerda. Bu ustozlar, uyg'ongan ustozlar bunday qilmaydi ham. Tepsa tepadi, erkalatmaydi ham, lekin biron o'zida qo'yib yubormaydi ham. Va xuddi shundoq o'quvchi ham, u ham uyg'ongan alohida bir master sifatida yoki uyg'ongan ruh sifatida yoki o'zini ichida o'zini uyg'otgan mavjudlik sifatida u ham mumkin emasligini biladi. O'qituvchiga bog'lanib qolmaslik mumkin emasligini biladi. Lekin shunga qaramasdan qo'yib yubormaydi etagini. Eng o'tolmaydigan vaziyatlarida qo'lini ushlash uchun qo'yib yuborish mumkin emas, lekin shu bilan birga yopishish mumkin emas. Bir nechta bo'ladimi yoki bitta bo'ladimi? Bir nechta. Bir nechta bo'ladi. Nega? Hammani rakursi boshqa. Lekin siz shuncha insonlar, masalan, shogirdlar deydimi yoki o'sha siz ilmingizga qiziqqanlarga bir nechta emaski, bir o'zingiz turib berasiz-ku. Boshlanishida turib beraman, undan keyin qo'yib yuboraman. Xohlaganingni qil deyman.
O'zing yarat, bundan keyingi yo'lingni deb qo'yib yuboraman. Lekin qo'yib yuborishim o'zini topishi uchun qo'yib yuboraman. Uni to'laqonli uzib yubormayman. Baribir qo'lim unda turadi-da. Ya'ni istalgan eng qiyin vaziyatida murojaat qilishi uchun arqon qoladi. Har doim. Lekin xuddiki uni qo'yib yuborgandek pozitsiya beraman. Bu aynan uyg'ongan masterlarning yo'li shunday. Ya'ni shundoq qattiq qo'yib yuborish beriladi, lekin shundoq ingichka ushlab turilish bo'ladi. Bemalol menga eng qiyin vaziyatda murojaat qilsin, ungacha murojaat qilmasin. Faqat va faqat o'ziga ulansin degan xulosa bilan yuboriladi. Ma'lum bir joygacha hech kim bilan boshqa aloqa qilmaydi o'quvchi. Faqat va faqat meni eshitadi. Ma'lum bir joydan keyin bo'ldi, men seni qo'yib yubordim deyiladi. Lekin ingichka ip bilan qo'llab turiladi. Bunda qilishing mumkindir. Lekin qayta sizdan so'rashiga ruxsat berishlik u o'quvchini yaratuvchiligini yoki o'zligini topishiga xalaqit berishlik bo'ladi. Doim uni ushlab turishlik. U ham chunki xuddi siz kabi alohida o'zlik. Alohida shaxs. Har doim bog'lab qo'yish kerak emas. Undagi yaratuvchi o'ladi bo'lmasam. Chunki bu podkastda aytish o'rinlimi yo'qmi, yaratuvchi yonida yaratuvchisi bo'lsin, o'quvchisimi u kim bo'lishidan qat'iy nazar yaratuvchini yonida yaratuvchi bo'lishi kerak. Buni chiqarmayaptimi u master? Demak u nimanidir qisib turibdi. Uni o'quvchilar yaratuvchi darajasiga chiqmasdan turib hali bir so'zga deb yuribdimi? Hali bir yana kurs deb yuribdimi? Yana korreksiya, yana konsultatsiya, yana coaching deb yuribdimi? Demak bu o'qituvchi nimanidir bermayapti. O'ziga bog'lab turibdi. Ammo mumkin emas. Kurs berish qo'yib yuborish kerak. Men ham 2 yildan keyin shogird loyihasidan keyin butunlay qo'yib yuboraman. Istagan masteringni eshitishing mumkin, istagan ishing bilan shug'ullanishing mumkin, hatto umuman masterlik qilmasliging mumkin. Tanlov endi seniki deyman. Eng qiyin nuqta shu bo'ladi. Lekin arziydi bunga. O'zini yaratib oladi. Kim u, nima qilish kerak? Chunki javobgarlik olish nuqtasida shunday murakkab jarayon. Bugungi podkastimiz shu javobgarlikni olish nuqtasi degan so'zingizni yakunida nuqta qo'ysak nima deysiz? Bo'ladi. Aynan. Bugungi podkastimiz yakun topadi. Javobgarlikni olish nuqtasi degan jumlani so'ngida bugungi ayni damdagi podkastga nuqta qo'yamiz. Omon bo'ling. Go'zal Turkiyaning Alanya shahridagi ajoyib sohillardan alangalik salomlarimiz va ajoyib ma'lumotlarimizni uzatamiz eski kunlarda.